Jamoliddin Said nomliq yozuvchi siz bo'lasiz o deyman. Nomliq? Ha, keling. Ya, axir topdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday ahvolingiz? Yaxshi. Yaxshi tudingizmi? Yaxshi. Salomat tudingizmi? Eshitishlar. Tinchlik. Vallahi obdan tudi. Yomon emas. Yetib kelish oldi turayotgan qurban etingizga muborak bo'lsin. Rahmat. Sizning hayitingiz muborak bo'lsin. Keling, o'tiring. Hay, ulug' bir asarga chiqib ketsizda. Beqaror vaqtida kelib qopdim menda. Men o'sha toza yizib chig'imda kelgan mehmonlarga nayt o'ch. Siz o'ch emas tursiz. Kerak yo'q. O'tiring. Rahmat. Ey, mehmon keldi, choy. Bo'l. Bakadan baka o'tirish. O o'rin nadallarning ishi. Sizni hiç tanıyamadım ha? Ya beni tanımayız. O başkalar 20.000 metre yanın asıdaki nipet, kömür kan bayraklarını baykaya algını bilen, beni baykayamaydı. Ondaqda nam şerifiniz kim ki? Digilamaydı. Ağzınız boş meki. Eğer ben özemni aşkarlaydıgan boğasam, nurgun yazgıçılar özlerinin yazgıçılık hayatı bilen hoşlaşır. Nurgun neşriyatlar beni baldır baykayamagalığı üçünler özlerini kaçatlaydı o efendim. Kızlık yapılır imkansız. Bugün bu yerge eser hep geldiniz mi ya ki? Elbette eser ekilimizde. Makaram. Hazır şehirleşiş naiti tez terakki etvatır. Şunda şehir ballarıyla yez ballarından naiti farkı çoğun. Mesela qaysi taraftan deysiz? Alaylık sınıf okşaş, muallim okşaş, derslik okşaş. Ma şehir balları tabiat dünyalarıyla köp uçuruşup durmağalık için kündülük turmuştan nurgun nersen düşenmeye vatır. Toğra, bu tarafını naiti yaxşı küstüpsüz. Şuda. Demişim o şehir balları bulutmamış yiyizi gelek, işlep çıkırış, uşak turmuş detallarını fakat televizordan, kitaptırlı gördü dana. Toğır dediniz. Şuna men, balları köz tutup bir hikmet kamus düzüp çıktım. Ok bireyim. Ok. Şu ne ala size? Başla. Deryada kandak taş yok. Kuruk taş yok. Pilдің on kuluğu nemige okşaydı? Sol kuluğu. Ayının üzere neme için dağ buludu? O naçarmayla çöküyenligi üçün. Adam uxlaştın burun nemini unutuqamaydı? Mana, düşenmeyi sizde. Köz yüzümüş. Diyen okşaydı bizden bir qatar işlerdi. Hem de kadar bulandı ki, buldu ha? Hele etraflık oynuyorsunuz. Cim deylen. Hazırlığa tamak yap, kaçı bir kakılıp. Onda lağaylap jurda zaman emesde. Uşur devirde hazır. Hoş. Siz yukarılardan başka yani kandak neslerini yazdınız? Dey mi demeyin? Deyim. Demişsiniz mi kandak bilime? Boptu ben dey. Makara, hazır diyen vaziyet çok yaxşı. Turmuşumuz bayağı şart. Hissiyat ya tosun taydek çamçıp durdu. Ben yakında ihtiyaçsızlıktan bir 3-4 makale ihtiyaçsızlık. Ne var? İhtiyaçsızlıktan? Ya mı da bir tamak sındı geç deyim. Karaganda sizin 5-6 kitabınız neşir kılıngan eken de? Şundak. Ne var? Ha? Makara, ameliyattan yaş kala mozay vaktini başlap bilinadi. Men aşı başlangıç bir sınıfta okuvatkan çığırdılar. Men kobliyet şiir. 5-6 romanını yadı bilen. Oturmakta çıkan çığırdığı. Mahmet kızlar xatiyasam, Ahmet kızlar. Adam cevap. Hoş. Sizin nam şerifiniz zaten değil mi? Belki takhallusunuz mu vardı? Siz takhallus tapqamsiz efendim. Takhallus ya biz naylansın. Bizden aşkadaki ananı kim başkalar? Makra. Şu ömrünüzde bir xotin bilen bir öydü öteyiversiniz, xoti akışınızdek bop qalğanga o'xshash. Bir takhallusni ishiltaversiniz, o takhallusunuz xoti sizning dadingizni simiga o'xshab qolgan deyman. Oy, shundan ishimizni uzib olmang yana. Hozirga bexatar ishlab chiqish vaqt. Men ishlab bermang yana. Hakikaten qiziq odam ekansiz. Sizin yazgan narsalarınızda okugan adam neçe gün geçik külgüdek. Okugan adam deb qolsiz efendim.
Ben taza izbatkan çıkımda külümen dep siyah demir ki ülüp ketken kalemlerimden sani yok. Muharri ko'ring. Yana qanday qiziq narsalarni yozdingiz? Elbette halk yazımızda. Halk oylaganını oylaymiz. Halk köngül bölgen köngül bölümüz. Halk jıglaganı jıglaymiz. Külgenge külemiz. Buni intayin to'g'ri qilibsiz. Siz Juqurning chaqirig'iga aktiv ovoz qo'shib, davr bilan teng ilgirlatdingiz. Şundak. Appani kimasa dadan şurga hikmet yapamiz. To'g'ri aytdingiz. Siz odatda nima ishlar bilan shug'ullanasiz? Ben adette ta hazır kelgichi halk üçün uxladım. Halk üçün xiyal sürdüm. Halk üçün haksız tabiat dünyalarını küzettim. Halk üçün işlarga haksız baha verdim. Nadallaga haksız tinmay pendi nasihat kıldım. Şuna ben özlemge şeref bilen Osman el-Bayani oldu peş. Osman el-Yarani çok ündeş deb şeref tutunan ben. Taxallus deganning ana-manasini ko'z tutibsiz-da ha. Doğru dediniz. Moşa kat muqat taxallusla xuddi qo'ziq dop yarashgandek ajoyib yarashdingiz. Yarışıptı. Ras yarışıptı. Bulutmu muşu aldı pek degeni sizge xo'p yarışıptı. Hamma deb shunday davatdi. Ammo Osman el-Yarani cho'ng undash deganni toza tushunamadim ha. Voy, bayatda bizimiz kelsam tushundim sizda. Maqaram. Men sizga oddiy qisqa qilib tushuntirib qo'yay. Gapning to'sqalisi kelsak, barliq shu yozuvchi, muxbirlar uxlasa men uxlamay tik turib, qishmi yoz. 1 minutda tanaffus chiqmay, haqsiz ishlayotgan arbobman. Mushu shunga bir cho'ng undash deginim. Özem men yigana tangda siz demakdirman. Qaltis. Manda gap borchu bu yerda. Endi amaliyotda mushu jahon adabiyotida. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Mushu Qani Baba, jahon yozuvchi. Mushu dunyo Jaloliddin Said. Mushu Uyg'ur adabiyot. Shu yozuvchi Voy, voy, sizlarni chamg'u zadak bajir deganman. Voy. Siz o'liqi. Sizlar tanishamsizlar? Sizlarki Tatlı Qo'l restoranining direktori Ahmad Oshpaz bo'lasiz. Masho. To'g'ri. Men sizning dargoyingizga naganlarni berib turman. Rahmat. Men sizning oshxonangiz ustida bir tadqiqot olib beryapman, afandim. Rahmat. Ko'l bilganingizga rahmat. Mana ap deganda yaxshi niyatli odamga o'chirdim desa, bugun ishimning hammasi tugab ketgidek. Xo'sh, o'tiring. Shu meni izlaydigan bir ishingizmi? Qarang, men sizni izlamayman. Men 60 odamdan so'rab, bu Jamoliddin Said degan yozuvchini oram topdim. Meni bir necha qiz gapim batman bir devolay. Ey, xata. Ey, nadan shu topsiz arxivingizga necha 10 bat yozilgidek xatolik sodir qildingiz, afandim. O neymiş o? Jamoliddin Said nomli yozuvchi oldida bana tug'an ash yuzidan nur paqirab turgan zot emasmi? Voy. Astagfirullah. Voy, qattiq qo'lingiz amman, xabanman. Men aldaşıqda almashtirib qo'ydim. Kerak. Men bak muhim. Ciddi bir Ay afandim. Hayacanlanmang. Biz hozir jiddiy bir masala ustida muhokama yurgizyapmiz, afandim. Shu bizning suhbatimizmi asosan oxirlashib qoldi. Qanday gapingiz bo'lsa, yo'q. Siz xatolashdingiz. Bizning so'kdimiz Xudoyim bursidan endi boshlandi. Voy. Bak, meni ishim bak yuribdi. Sizlarni ko'p vaqtinglarni olmayman. Men bu yozuvchi afandimni restoranimga atab bir beg'ishlab yozib beramdiki deb kelishimdi. Siz nima deb jo'ylayapsiz, afandim? Biz yozuvchilarning unda ushshaq o'pkis zasihalarga beg'ishlashga vaqtimiz yo'q, afandim. Biz hozir jiddiy masala ustida muhokama yurgizyapmiz. Shu topdan nurg'un odamlar buzil qurboniyatda sonsiz salomda quymoqmi? Qo'yiq o'lami yoki suv yig'ilgan jiddiy masalaga to'xtalyapti. Bizim suyimlik ayollarimiz qiziq qazonga yog'ni quyib kelib turib, bizning jiddiy yakun chiqishimizni kutyapti. Agar jiddiy yakun chiqamsak, u qazon yog'lar o't ketib, yog'chilik ishlarimizga ig'ir tahdid olib keladi, afandim. Allah. Turmushning noit inch kirsid ekansizmi? Siz har qatim meni restoranimga borgan vaqtingizda bir modda 10 qatim u yoqqa, 10 qatim bu yoqqa o'rib turib qarasingizlar. Men sizni odatga odam emasligingizni bilgan. Cho'qim siz